azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Salom. Nuriniso Xon Hoji onajon, siz bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? rahmat. Yaxshi. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat ko'jamlar, rahmat. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun. Sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 68 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Amin. Onajonim, bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Farzandlarimmi, jigarlarimmi, singllarim, jigarlarim bor, jiyanlarim bor, birontasi bo'lsa kerak-da. Jiyanlaringiz orasidan qaysi birlari bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Bittasi Rossiyada shu umumiy bo'lsa kerak-da. Yana ham bilmadim. Yanachi? Sizni qiynamagan holda o'zimiz ayta qolaylikmi? Rahmat. Ayt qoling, kajan. Sizni eng yaqin insonlaringizdan biri jiyaningiz Muniraxon opa nomlaridan yetib kelgan ekan. Rahmat yanimga. Ilohim mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat kajan, rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin sizlarning ham. Rahmat. Shu bilan birga jiyanlaringiz Nasibaxon, Inobatxon, Marhaboxon, O'lmanoyxon, Umidjon va keliningiz Muniraxonlar nomidan ham deya yo'llagan ekanlar. Rahmat. Jiyanlarimning ham umrlari uzoq bo'lsin, sizlarning ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim har doim Alloh panahida bo'lingizlar kajan. Rahmat. Jiyaningiz nomidan yetib kelgan tabriknomalarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli kajan, mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum onamdek aziz xolajonim.
Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Shu munosabat bilan sizni chin qalbimdan eng iliq va samimiy tilaklarim bilan tabriklayman. Siz men uchun shunchaki qarindosh emas, balki suyanch, hayotimda eng muhim o'rin tutadigan insonlarimdan birisiz. Sizning samimiy so'zlaringiz, har doim boshqalarga g'amxo'rlik qilishga tayyorligingiz, bularning barchasi sizga yanada mehrimni oshiradi. Sizning mehringiz har doim yuragimda. Yoshlik chog'larimdan beri sizning shirin suhbatlaringiz, g'amxo'rligingiz menga quvonch bag'ishlab kelgan. Hayotimdagi eng yaxshi esdaliklarim orasida siz bilan o'tgan baxtli onlarim alohida o'rin tutadi. Xolajonim, Alloh sizga sog'lik, bardavom baxt va tinchlik bersin. Har doim shunday ochiq ko'ngil, mehribon va nurli inson bo'lib yuring. Hayotingizda yana ko'plab go'zal kunlar, quvonch va baxtlar nasib qilsin. Farzandlaringiz, yaqinlaringiz doimo sog' salomat bo'lsin. Aziz xolam, ona yuzligim, siz meni shahlo-yu qora ko'zligim. Onamni yonida parvona o'ziz, qalbimga yaqindir aytgan so'zingiz. Onam ham xotirjam borligingiz uchun, doimo duoda sog'lig'ingiz uchun. Jiyanmas, bolam deb quvnaysiz har dam. Ushbu she'r xolajon mendan siz uchun. Har doim ochilib sochilib yuring. Xolajon deganda labbay deb turing. Qarindosh, jiyanlar, opa-ukalar baxtiga shundayin go'zal bo'p yuring. Yana bir bor tabriklayman xolajonim deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat. Rahim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jiyanlarimning ham, sizning ham shunchalik izzat qilib meni shundan buyoqqa yo'natib tabriklarga katta rahmat ukajon. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, ishingizning barobarini bersin va hamisha topganlaringizga, qilgan ishlaringizga barakali bo'lsin. O'zlaringizga umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lingizlar. Hamisha Alloh panohida bo'lingizlar. Allohga tavakkalmiz sizlar hammalaringiz. Katta rahmat hammalaringizga. Rahmat. Jiyanlaringizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Albatta rahmat ukajon. Rahmat sizga. Katta rahmat. Opajonim o'tib ketgan mana shularning arvohlari qo'llasin, mana shu jigarlarning hammasi. Ilohim. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun boshqa bir yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringiz uchun bir chiroyli duo qilib bersangiz onajonim. Amin. Ukajonim, hammalaringizning ishlaringizning omadini bersin. Loyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringiz qo'shganlaringizga qo'shaqaringizlar. Baxtli bo'lingizlar loyim. Farzandlaringizning orzu havasini ko'ringizlar. Loyim menday hoji bo'lingizlar. Loyim yuzga ko'p nimalar yillarni ko'ringizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Endi men mana shu jigarlarim orqasiga o'tib ketgan diqqat qildim. Kamroq uncha xatosi bo'lsa kechirib qo'yasizlar. Hammalaringizning umrlaringiz uzoq, topganlaringizga baraka, umrlaringizga baraka bersin. Allohim hamisha panohida asrab yursin. Hammalaringizning bolalaringizdan orzu havaslaringiz qonsin, qo'shaqaringizlar baxtli bo'lingizlar. Amin. Allohu akbar. Amin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli onajonim, sog' salomat bo'ling. Rahmat ukajon. Sizlar ham sog' bo'lingizlar. Hamisha omadli bo'lingizlar. Rahmat samimiy suhbatingiz uchun. Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat ukajon. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi, marhamat.
ko'zdek olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.